Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun sizlarga R106 avtomobilimizni to'lov usullari va qisqacha obzor haqida Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun sizlarga R106 avtomobilimizni qisqacha obzori va to'lov usullari haqida ma'lumot berib o'taman. Xo'p, R106miz ko'rib turishingiz mumkin. Mashinamizning tashqi ko'rinishi ham ancha zo'r chiqqan, ya'ni komfortli darajada maza qilib haydaysiz. Mashinamiz motoriga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Atmosferli motor bo'ladi, ya'ni 1.5 litrli, 113 ot kuchiga ega 4 porsiyonli atmosferli motor bo'ladi. Shahar ichida 8 ta, dalni yo'lda 5 tagacha rasxod qiladi. 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Xo'p, mashinamizni oqidan, qorasidan, hamma ranglaridan bor. O'zimizdan nalichida bemalol avtosalonga, Cherry Ademaster Qarshi avtosaloniga tashrif buyurib, mashinamiz bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Balonlari ancha miyaqli bo'ladi. 16 razmerda bo'ladi, sportivniy diska bo'ladi. Podyomi 55 ta bo'ladi. Keling, sizlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ishlari ancha katta bo'ladi. Rullarimiz elektronli bo'ladi, avtomat korobkada bo'ladi, start stopda yonadi. Rushnaylarimizgacha elektronli bo'ladi, avtohold rejimlarigacha bor va buni isitish ham, sovutish ham ancha yaxshi bo'ladi. Issiq kunda isib qolmaysiz, sovuq kunda sovib ketmaysiz. Mashinamizni ko'rib turibsiz, orqalari ham ancha katta. Sidinalarimiz orqalarigacha polni eko koja bilan qoplangan bo'ladi. Bundan tashqari orqa deflektordan ham issiqlik, sovuqlik haydaydi. Yurishlari ancha yaxshi, ichlari ancha kengish, maza qilib haydaysiz. Bagajlarni aytib o'tamiz, keling. Bagajlarimiz ancha katta. 482 litr bo'ladi. Avariyniy znaklarimiz polni hammasi bor. Yo'llarda qolib ketadigan bo'lsangiz, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Parapanlarni bemalol shu yerga ustanovka qilaverasiz. Balon ключ va undan tashqari domkratlarimiz bor. 90 gradusli zavodskoy kameralar bo'ladi bu mashinamizda va orqa elektronik datchiklar bilan birga orqaga haydaganda sizni 1 metr 2 metrgacha polni ogohlantirib turadi. Ko'p mijozlarimiz aytadi, Cherry avtomobillari benzin tanlaydimi deydi. Xo'p, hurmatli mijozlar, Cherry avtomobillari benzin tanlamaydi. Ya'ni 92 va undan yuqori benzinlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyursangiz bo'ladi. Keling, orqalarini yana bir marta ko'rsatib o'ting. Orqalari aytib o'tganimdek ancha katta, o'tirgan bilan qisilib qolmaysiz. Oldilarini ham ko'rsating. Bularda torpedalari, ishki obshipkalarigacha, sidinalargacha eko koja bilan qoplangan, ya'ni 85% eko koja bilan qoplangan mashinamiz. Ko'p gapirmayman, narxlari haqida ma'lumot berib o'taman. Narxlarga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning narxi o'zi 239 million 900. Hozirda naqd yokida avtokreditga oladigan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, 25% minimal boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha 25 million skitka bilan xarid qilsa bo'ladi va undan tashqari 60 oylik rasrochkalarimiz ochilgan. 60 oylik rasrochkalarimiz ochilgan, boshlang'ich to'lovingizga qarab 60 oygacha xarid qilsangiz bo'ladi, o'zini tan narxlari bo'yicha. Manzilimiz o'sha Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan, xalq tilida aytganda esa Qarshi Koson yo'lida. Ish vaqtlarimizga keladigan bo'lsa, ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz, soat 6 gacha bepul test drive'larimiz bor. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.